Mayın yere kadar tutup batırsa? Moskvadan xudo xolasa 4 kilo qarab suzib keldik. 4 kilo kadar tutup geldiniz. Maşallah gap bo'lishi mumkin emas. Qayiq nechik? Kayıp acayip yap. Yo'lda podvoyat etmadi, chala bo'lib keldi yana. Har doimgidek bizani musofir deya obunachilarimiz uchun assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz o'zaka nagzab turgan jigarlarim sog'mi, salomatmi? Moskvadan qayiq keldi. Kim yuborgan bo'lsa, chala bo'lib keldi inshaalloh. Olib ketaverasizlar, baliq achsanglar, baliq tutsanglar. Biz ham chaqirasizlar mehmonchilikka inshaalloh. Bekzodni olib ber daftarni. Shuna nima bo'ladi? Men qarab eringdan shu Moskvada shu Rossiya Federatsiyasidan yurgan obunachilarimiz, Moskva oblastida yurgan obunachilarimiz uchun har doim bizda yuk jo'natish xizmati bor. Qayiqqa yuborgan obunachilarimiz. Yuklarimiz chiroyli bo'lib keldi. 1460 dan 1620 gacha bo'lgan raqamli nelar geldi? Somkalar, ya'ni yuborgan hamma vajangiz geldi. Velosipedmi, gaz plitami, xo'p, somkalaringiz hammasi podromni hammasi keldi. Moskvadan o'lchab olamiz. Bu yerda o'lchab beramiz. Necha kilo bo'lsa, shuni deb o'lchab olib ketaverasiz bidan. Masalan, bundan chekala topshirgan bo'lsangiz, shu yerdan o'lchab topshirib beraveramiz. Xudo xolasa, xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Keyin bizning ajoyib mashinalarimiz Moskvada xizmatda. Taxo ketdi yaqinda mashinamiz, Jak ketdi, Toyota, Kia hamma shu anda mashinlarimiz. Graysa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, musofirlar bilan uchun Qozog'iston Graysasini chala bo'lib, endi bu yoq issi konsernlarga qo'shib chala bo'lib borib kelsa inshaalloh. Musofirlar bilan uchun har doim chala xizmatlarimiz bizda inshaalloh. Gap bo'shungan, yana yuklanib chala bo'lib keldi. Chala qilib inshaalloh o'lchab olib ketasizlar. Har doimgidek strichlar o'rab, chala qilib o'zlarimiz spesial skorshlarimiz bor, skorshlar chala qilib olib kelamiz inshaalloh. Yo'llarda hech qanaqa shikast yetmaydi yuklaringizga. Shuning uchun bergan vaqtingiz bizdan bolamiz so'raydi, somkada nima bor? Somkada nima bo'lsa, patronga aytasizlar, patinkami, kiyimmi bo'lsa, to'liq aytsanglar, rengini o'tgan o'ti shu qog'ozda yozilgan narsalar o'zi chiqsa, hech nima qilmaydi inshaalloh. Chala somkalar keldi. Yiberaverasizlar, xudo xolasa. Ajoyib gap bo'lsin. Hammasini ham qayiqqa kiyib ketdi mana. Qara, ina gap bo'lshungan. Qancha Bekzod? Ina. Qayiqni egasi kelib ketavering endi, baliq tutsangiz jo'shasiz, to'g'rimi? Xo'p, bizlar ham yeylik bu. Ham darada siz bilsangiz bunda plasmassa zo'r ekan. Yengil ketaveradi mashinada. Inshaalloh gap bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Mashalloh. Zo'r ekan bu. Qarachi, bir odam o'tiradi, ikki odam o'tirsa cho'kmaydi chiqadi, ha? Ikki odam o'tirib, inshaalloh. Mana bu narsasi kirib turadi ichine. Bom zo'r narsadan bo'n ekan. Inshaalloh xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Biz xizmatdamiz. Har doim Rossiyada obunachilarimiz uchun yukak ketaman degan obunachilarimiz uchun Bekzod nomeringni aytib ber, og'zaki. 97lik 096 1292. Bergan yuklarni O'zbekistondagi nomerimiz. Rossiyada obunachilarimiz uchun nomerlarimiz +7 925 157 60 60 telefon qilasizlar. Yuklaringiz bo'lsa, Graysa xizmati bo'lsa, WhatsApp, Telegram, prям telefon saylam. Nada 24 soat bo'lsa, soat millarida 25 soat ishlab turibdi, xudo xolasa. Lazzatqangiz kutaradi. Aytib ketding, bular bir kamaz yuk oldiribdi. Mashalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Har doimda bizning sklatimiz Sho'raxon Ofinda. Turkil tumani Sho'raxon Ofinda bizning sklatimiz. Endi ben nima bilib qoldi. Bedan bir kafe kursakmagan hamma shu yerga kafega kelib, ovqatlanib qaptalanda, yukni olib ketib. Menda masjidimiz yana chiroyli bo'lib barbod bo'ldi inshaalloh. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Osmonafar binolari bilan. Ajoyib. Inshaalloh biz xizmatdamiz jigarlar. Keyin bir ukamiz bilan tanishtirib qo'yib kelib. Bu bizani alaykum salom ukamiz yaqinda boshlandi. Boston Uz degan ajoyib bir YouTube kanali bor. Bostonda ya'ni narx-navolar bo'ladigan bo'lsa, boshqa nalar bo'ladigan bo'lsa, bir tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, Bostonni narsida aytaverasizlar, xudo xolasa ukamiz o'z xizmatlarini boshladi. Gap bo'lishingiz qo'llab podishga laytdan bostirasizlar inshaalloh, omad tilaymiz ukamizga. Yaxshi.